Umar aytdi. Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim, badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi dedi. Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. Tizzasini sonidan ajratdim. Tizzadan to'piqlarini ajratdim. To'piqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib tashladim deyapti. Ana baytuddud dedi qabr. Men qurt qumursqalarni uyuman deydi. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabriga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson o'zligini shu tuproqqa qo'yishini o'ylab ko'rmadingmi? Lekin Alloh taologa yo'liqishlikka qabrga tayyorgarlik